Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolaning madadi bilan sizlar bilan Xoliddin Mahmud Juhani hafizahullohning Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitoblardan dars qilayotgan edik. Alloh taolo nashr qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni bildirsin, bilganlarimizga amal qilishga tavfiq bersin. Mana bugun Jumada Saniydi 19-kuni. Bugungi darsimiz 14-darsligimiz. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarni davomli va manfaatli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni muborakli bo'lgan Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. Inshaalloh bugun al-bahsu salis 3-mavzudan darsimizni davom ettiramiz. Alloh taoloning yordami bilan birinchi, ikkinchi mavzularni dars qilgan bo'ldik. Alloh taolo hammalarimizni o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Birinchi mavzuda Fadoili shahr Ramazon, Ramazon oyining fazilatlari haqida dars qildik. Bunga hadislarni dalil qildik. Ikkinchi mavzuda Fadoili siyam, Ramazon oyining fazilatlari haqida dars qildik. Bugungi inshaalloh 3-mavzu bima yustaqbalu shahr Ramazon, Ramazon oyini qanday kutib olinadi? Mana shu haqda darsimizni davom ettirib boshlaymiz inshaalloh. Shahr Ramazon, shahr muborak. Ramazon oyi bu muboraklik oyi deyapti shay. Al-ujuru fihi mudaafa. Ramazon oyida ajr mukofotlar bir necha barobar ajr mukofot ko'p qilib beriladi. Mana bu o'tgan darslarimizda hadislar bilan buni tushuntirgan bo'ldik. Ramazon oyida ajr mukofotlar bir necha barobar ko'p qilib berilishligi. Ja'alallohu tabarak va ta'ala musiman yatasabaqu fihi as-solihun ila mardatihi va ridwanihi. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida solih bo'lgan, taqvolar bo'lgan insonlar Robbisini roziligiga, uni rozi qilishlikka musobaqa qiladigan mavsum qilib qo'ydi. Ya'ni Ramazon oyini. Demak, Ramazon oyida biz yaxshi ishlarda bir-birlarimiz bilan musobaqalashimiz kerak. Sahobalarda bu narsa bo'lgan. Mana xosatan Ramazon oyida mana shunday yaxshi amallar bir necha bor ajr mukofotlar ko'p qilib beriladi. Mana shu yaxshi amallarni qilishida o'rtalarimizda musobaqa qilishimiz kerak. Fayanbaghi lil muslim, musulmon kishi uchun lozim bo'ladi an yuhsina istiqbaluhu liyazfara bi khayratihi va yahza bi khasaisihi va mimma yustaqbalu bihi hada shahrul fadil. Shay aytayaptiki, musulmon kishi uchun lozim bo'ladi Ramazon oyini yaxshi kutib olishlik, chiroyli kutib olishlik va uni Ramazon oyining yaxshilari bilan zafar qozonishlik, ya'ni Ramazon oyining yaxshilardan foydalanib qolishlik, ya'ni zafar qozonishlik. Va Ramazon oyining xususiyatlari bilan inson rohatlanishlik. Ramazon oyining xususiyatlari bilan inson rohatlanishlik. Va mana bu Ramazon oyini fazilati bo'lgan mana bu Ramazon oyini kutib oladigan shartlar yana 4 ta. Al-awwal at-tawbatu nasuhu sodiq. Birinchisi haqiqiy Alloh subhanahu va taologa tavba qilish bilan Ramazon oyini kutib olishlik. Birinchisi. Ikkinchisi birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilishlik. Ota-onaga yaxshilik qilishlik bilan kutib olishlik deyapti. Doim o'z ota-onamizga yaxshilik qilamiz, ammo Ramazon oyida yanada ota-onamizga ko'p yaxshilik qilishimiz kerak. Faddul hisom, janjalni to'xtatishlik. Janjal, g'illig'a shu narsalarni to'xtatishlik. Va shuhana bayna ikhwanina. Birodarlar o'rtasidagi dushmanchilikni to'xtatishlik. Mana Ramazon oyida bunday narsalar bo'lmaslik kerak. Sababi shahr muborak, bu nima? Muborakli bo'lgan oy. Ta'allum ahkami siyam, ro'zani ahkomlarini inson ta'lim olishlik. Ro'zani ahkomlarini inson ta'lim olishlik. Mana shu 4 ta narsani mana shu zikr qilyapti. Mana yuqorida ro'zani kutib olishni chiroyli qilishlik kerak va Ramazon oyining yaxshi yillari bilan inson
Ramazon oyini yaxshi ishlarni qo'lga kiritish kerak dedik. Ramazon oyini inson chiroyli kutib olishga harakat qilishi kerak. Mana hozir Ramazon oyi bizni oldimizda turibdi. Demak, Ramazon oyiga inson yaxshi tayyorgarlik qilishi kerak. Mana bu qo'limizdagi kitobni, Ramazonga tegishli bo'lgan kitobni boshlashdan maqsadimiz ham shu edi. Ramazon oyidan ertaroq kitobimizni boshlab, Ramazon oyining ahkomlarini o'rganib, Ramazon oyini chiroyli kutib olishlik maqsadimiz shu ekanligini darsimiz boshida aytganmiz, avvalgi darslarimizda. Ramazon oyini chiroyli kutib olishga har bir inson niyat qilib, shunga harakat qilishi kerak. Masalan, bir odam biron joyga bormoqchi bo'lsa, bir kun, ikki kun oldin shunga tayyorgarlik qiladi. Kiyimlarini yeb ichish, shunga o'xshash narsalar inson hozirlab tayyorlanadi Ramazon, ya'ni safarga chiqishlikka. Xuddi shunga o'xshash Ramazon oyiga ham inson shunday tayyorgarlik qilib, Ramazonni chiroyli kutib olishi kerak. Amma tavbatun nasuhu sodiq, endi sheyx tavbani sharhlaydi. Haqiqiy tavba bilan ro'zani kutib olishni qanday desa, fa alayna nustaqbilu hada shahrul karim bi tawbatin nasuhi xolisati sodiqa. Musulmon kishi uchun lozim bo'ladi. Mana bu fazilatli bo'lgan oyda haqiqiy xolis tavba bilan kutib olmoqligi. Hamma musulmonlarga shu lozim bo'ladi deyapti. Tavbatu vajibatun min kulli zanb. Tavba har bir gunohdan vojib bo'ladi. Har bir inson qilib qo'ygan gunohiga inson tavba qilishi kerak. Shuning uchun Ramazon oyini kutib olishning birinchisida at-tavbat nasuh sodiq zikr qildi. Haqiqiy tavba bilan Ramazon oyini kutib olishlik. Demak, tavba har bir gunohdan vojib bo'ladi. Katta bo'lsin, kichik bo'lsin, Alloh taolaga tavba qilishimiz kerak. Doim nima insonning tili tavbada turishlik kerak. Alloh meni o'zing kechirgin deb Alloh taolaga tavba qilishimiz kerak. Fa in kana ma'siyatu bayna 'abdi va bayna Allohi ta'ala la tata'allaqu bi haqqi adami falaha thalathatu shurut. Agar endi ma'siyat ana shu gunoh banda bilan Alloh taolo o'rtasida bo'lsa, odamning haqqi bilan aloqasi bo'lmasa, faqat Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'lsa, falaha thalathatu shurut, ana shu gunohning 3 ta sharti bor. Ana shu endi gunohning 3 ta sharti bor. Ash-shartul avval, birinchi shart an yaqla'a anil ma'siyati, ma'siyatdan chetlanishlik. La yastamiru ala fi'liha, uni ana shu ma'siyatni qilishida davomli bo'lmasligi kerak inson. Ma'siyatdan nima? Chetlanish. Odam ma'siyatdan to'xtalish, chetlanishi kerak. Birinchi sharti shu ekan. Uni qilishida davomli bo'lmasligi kerak. Birinchi shu. Ash-shartu thani, ikkinchi shart an yandima ala fi'liha. Ana shu gunoh qilib qo'yganligi inson nadomat qilishligi. Ikkinchi shart. Inson qilgan gunohlariga nadomat qilishi kerak. Ya'ni o'zi o'tirib, tafakkur qilib, o'ylanib, inson nadomat qilishi kerak esiga tushgan paytda. Yani ba'zi o'rinlarda, masalan, bir majlislarda ba'zi odamlar gunohni aytib qoladi-da, biz mana gunoh qilganman deb, gunoh qilganman deb. Uni unaqa jamoat joyida odamlar to'plangan holatda buni aytmaslik kerak. Ya'ni o'zini qilgan gunohini yerda aytmaslik kerak. Ya'ni o'zini qilgan gunoh nadomat qilish kerak degan qanday desa, o'zi inson o'ylanib tafakkur qilib, endi bu gunohga hech ham qaytmayman deb inson nadomat qilishi kerak-da qilgan gunohlariga. Mana shu ikkinchi shart. Shartu thalis, uchinchi shart an ya'zima alla ya'udu ila ma'siyat abadan. Uchinchi shart ma'siyatga hech qachon qaytmayman deb inson qasd qilishlik kerak. Endi mana shu qilgan avvalda qilgan gunohlarga hech qachon qaytmayman deb Alloh taolaga va'da berib qasd qilishlik. Demak, mana shu 3 ta shart. Mana shu 3 ta shart insonda agar topilinsa, bu tavbasi, insonning tavbasi eng kuchli tavba bo'ladi yani. Agar bulardan birontasi agar bo'lmasa, insonning tavbasi nima haqiqiy bo'lmay qoladi. Haqiqiy bo'lmay qoladi deganda, bu tavbasi qabul bo'lmaydi degani emas, balki haqiqiy tavba qatoriga o'tmaydi. Alloh subhanahu va taoloning huzurida haqiqiy tavbasida sodiq bo'lgan odamlar safida bo'la olmay qoladi. Shuning uchun mana shu tavbaning 3 ta shartini inson doim o'zini zehnida esda tutish kerak. Takror aytib qo'yamiz. Birinchisi inson gunohdan chetlanishlik. Ikkinchisi qilgan gunohiga nadomat qilishlik. Uchinchisi mana shu gunohlarga hech qachon qaytmayman deb Alloh taolaga va'da berishlik. Ya'ni qasd qilishlik. Inshaalloh keyingi
darsimizda in kana ma'siyat tata'allaq bi adami va shurutuha arba'a. Agar odamni haqqiga ma'siyat, agar insonni bandani haqqiga taalluqli bo'lsa, uni 4 ta sharti bor degan joyda inshaalloh darsimizni davom ettirib ketamiz. Alloh taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin.